Finlyandiyada ota-onalar chaqaloqlarini qorda, sovuqda tashqarida uxlatishadi. O'zlari esa iliq xonalarda o'tirishadi. Nima uchun deysizmi? Buni ular toza havodagi sifatli uyqu deb atashadi. Hattoki havo temperaturasi -7 gradus sovuq bo'lganda ham, agarda shamol bo'lmasa, bular uni mutlaqo xavfsiz deb bilishadi. Bolalar bog'chalarida tarbiyachilar kunduzgi uyqularni tashkil qilish uchun bolalarning aravachalarini qor ustiga qator qilib terib qo'yishadi. Bunday tashqarida uxlashadigan bolalarning immunitetlari juda yuqori va hatto ularning viruslarga, shamollashlarga bo'lgan kurashuvchanlik qobiliyati juda ham baland bo'lar ekan. Buni Finlandiya va Shveysariyadagi tadqiqotlar isbotlaydi. Gap chiniqishda ham emas, balki sog'lom odatlarni erta yoshdan shakllantirishda. Shuning uchun agar Finlandiyaga borib qolsangiz, yolg'iz aravachalarni ko'chalarda, kafelar oldida ko'rsangiz, xavotirga tushmang. Bu tashlab ketilgan bola emas, oddiy fin bolasi.